Ba'zi bir hayotlar borki, u xatolashgandan keyin boshlanadi. Shuning uchun bir gunoh qilgan bo'lsangiz, bir xatolikqa tushib qolgan bo'lsangiz, asla umidsizlanmang. Balkim sizning hayotingizda shu xatolikdan keyin tövbe qilib, undan qutulgandan keyin boshlash mumkin. Xo'sh, unda bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo zimindagi narsalarning hammasini biz uchun yaratibdi. Unda bo'lsa, bizni kim uchun yaratdi? Bizning vazifamiz nima? Biz kim o? Biz o'zimizni so'rab baqdikmi? Ma insonlar zoti kim o? Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetlarda deydi ki: "Ey insanlar, men sizlarni mazmunga xalifa qildim, o'rinbosar qildim. Sizlar boshqadan kelib qolmadinglar. Tasaddubiy yaratilib qolmadinglar. Men sizlarni o'rinbosar qilib yaratdim. Sizlar mazmunda o'rinbosar bo'lishinglar uchun, haqiqiy xalifa bo'lishinglar uchun sizlarga ilm bo'lishi kerak" degan ishora qildi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz Allohning rahmati va fazlidan Sura Baqara darsimizda davom qilyapmiz. Biz ilgirki darsimizda Sura Baqaradan 29-oyatgacha o'qigan. Biz ilgari o'qigan 29-oyatda Alloh subhanahu va taoloninki tuvandagi so'zini o'qigan, ya'ni huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. U Alloh subhanahu va taolo sizlar masxara qilayotgan, keltirgan misollarni, oyatlarga ishonmayotgan u Alloh subhanahu va taolo sizlarga zimindagi narsalarning hammasini yaratib bergan degan mush oyat bilan oxirlashgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo u oyatda biz insonlarga mushu dunyodagi narsalarning hammasini yaratib berganligi, ya'ni biz uchun yaratganligini Alloh subhanahu va taolo eslatgan. Xo'sh, unda bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo zimindagi narsalarning hammasini biz uchun yaratibdi. Unda bo'lsa, bizni kim uchun yaratdi? Bizning vazifamiz nima? Biz kim o? Biz o'zimizni so'rab baqdikmi? Ma insonlar zoti kim o? Vaholanki Qur'on Karim bizning bugun o'qiydigan suradagi oyatimiz bu savollarimizga javob beradi. Ya'ni bizning kimligimizni, ma dunyoga nima uchun kelganligimizni, vazifamizning nima ekanligidan xabar beradi. Biz bugün Sura Baqaraning 30-oyatidan 39-oyatigacha bo'lgan mazmunlarni o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Wa iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Öz vaqtida, yani Allah subhanahu wa ta'ala biz insonlarni yaratishdan ilgari farishtalarga bildirib qo'yish uchun men zaminda o'rinbosar qilaman, ya'ni xalifa qilaman dedi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima. O farishtalar, ey Allah, sen o zaminda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan mushundaq birini yaratansa, va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Biz sana tasbih aytib, seni ulug'lab turamiz. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ularga aytdiki, jazman men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Qarab qilgan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala dastlabda bizni yaratishdan ilgari bizning salohiyatimizni bekitib etgan. Bizning kim ekanligimizni bekitib etgan. Biz kim ekanmiz? Biz o'rinbosar ekanmiz. Kimning o'rinbosari ekanmiz? Birisi-birimizning o'rinbosari va shundaqla Allah subhanahu wa ta'alaning adolatini, oyatlarini, hukmlarini mazmunda hokim qiladigan, adolatini kengaytiradigan Allohning vakili, Allohning xalifasi, Allohning o'rinbosari. İnsan vazifesi muş. Ma dünyada Allah'ın adaletini kanat yaydırış, onu kengaytiş. Farishtalar ziminde ilgili yaşayan jillarga qiyas qilib, yani özü biladigan, ziminde to'xtamay urush qilib, birisi-biridan qon to'kadigan u jillarga qiyas qilib, ziminde urush qiladigan, buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan mushundaq birisini yaratamsa deb so'radi. Hargiz e'tiroz bildirib emas, hikmetini bilish uchun Allah subhanahu va taoladan bu savolni so'radi. Va shundaqla o'zining Allah subhanahu va taolaga tasbih aytib, hamd aytib, madilab turadiganligini o'ttirib qo'ydi. Allah subhanahu va taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo mazmunda o'rinbosar qilmoqchi bo'lgan biz insonlarning vazifasi agar tasbih aytish, Allohni madhiylash lan bo'lgan bo'lsa-da, Allah subhanahu va taolo farishtalarni tushirgan bo'ladi. Bizning vazifamiz o'rinbosar bo'lish. O'rinbosar bo'lish uchun tasbih aytish hamda aytishlar yetmaydi. Albatta, u eng muhimi, uni eng beshta qilishimiz kerak, lekin boshqa ishlar kerak. Allah subhanahu va taolo bu zaminda o'rinbosar qilgan xalifalarning ortiqchiligi va shundaqla nimish qilgan vaqtida ondan haqiqiy xalifa, haqiqiy o'rinbosar bo'la oladiganligini xabar berib, va shundaqla farishtalarga insonni yaratishdagi hikmetini bildirib qo'yish uchun keyingi oyatda va allama adamal asma'a kullaha. Allah taolo odamga ismlarning hammasini o'rgatdi deydi. Biz bildigan qozon qumushdan tatib qiyomatgacha keladigan bütün narsalarning ismlarini o'rgatdi. Faqat ismlar emas, mohiyatini o'rgatdi. U narsalarningki nimaga ishlatilganligi, rollarining hammasini o'rgatdi. Yangi zamondagi tafsirshunoslar shundaq deydi-ki, Allah subhanahu va taolo qiyomatgacha keladigan yangi zamon texnik usullarda hammasini Odam alayhisolamga o'rgatgan. Ya'ni insonning tabiatiga uni singdirgan. Inson qiyomatgacha nurg'un narsalarni kashf qilishi mumkin, ijod qilishi mumkin. Allah subhanahu va taolo u narsaning ismlarini, mohiyatlarini insonning ruhiyatiga singdirib etgan. Inson uni faqat kashf qiladi, bayqaydi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bildirgan ilm bilan uni ijod qiladi deb qaraydi. Haqiqatan bu aqlg'imi, shunaqla ba'zi naqlg'imi muvaffaq. Chunki ba'zi narsaning ismlari yillarning o'tishidan qanday qiladi? O'zgaradi. Allah subhanahu va taolaning bu yerdagi odamga o'rgatgani narsa keraklarninki af'ollari, rollari, sifatlari, mohiyati. Allah subhanahu va taolo oyatda kullaha, ya'ni hamma narsalarning ismlarini o'rgatdi deydi. Thumma aradahum alal malaikati. Andin kin uni farishtalarga to'g'ri qildi. Ya'ni farishtalarga tangladi. Faqala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sodiqin. Agar sizlar rasul bo'lsanglar, ya'ni insonlarni ilgirki o'xshab qon to'kadigan, buzg'unchilik qiladigan maxluqlar deb qaraydigan gapinglarni rasul bo'lib qolsanglar, bularning ismlaridan men xabar beringlar deb Odam alayhisolamga o'rgatgan narsalarning ismlarini farishtalardan so'radi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. O farishtalar, ey Allah, biz seni pak deb bilamiz. La ilma lana illa ma 'allamtana. Biz sen bizga bildirgan narsadan boshqasini bilmaymiz. Innaka antal alimul hakim. Haqiqatan sen bilguchi va hikmat bilan ish qiluvchi zot tursan. Yani Allah subhanahu wa taala Adem aleyhisselam'a ügetken o şeylerin isimlerini perişlerden so'radi, ular bilmedi. Özünün acizliğini his qildi. Ademninki ortiqchiligini his qildi. Qanday ortiqchilikni his qildi? Allah subhanahu wa taala periştelerge şundaq bir programını qaçırıp etkenki, şundaq bir tabiatla yaratganki periştelerni bildirgen narsani biladi, o'zi bir narsani ijod qilolmaydi, bayqayanmaydi, tafakkur qilolmaydi, yana bir narsani qanday qilolmaydi, o'rganolmaydi. Buyurganga itoat qiladi, asilik qilmaydi. Ammo Alloh taolo insonni o'rganalaydigan, aqlni ishlataladigan, tafakkur qilalaydigan, bayqayalaydigan mana shunday xususiyatlar
yaratgan. Shuning uchun farishtalar odamning bu xususiyatidan, bu alohidligidan ajoyib hayron qilib, subhanak, seni pak deb bilamiz ey Alloh. Biz faqat sen bizga o'rgatgan narsani bilamiz. Ya'ni sen bizga qochilgan narsani biz bilamiz. Innaka antal alimul hakim. Haqiqatan sen nayt ko'p narsani bilguchi. Cheksiz ilming var va har bir ishni hikmat bilan qilguchisan. Biz o insonni qon to'kadigan, buzg'unchilik qildigan deb o'ylab qopdik. Sen har bir ishingda hikmat bilan qilguchisan deb Alloh subhanahu va taolo taslim bo'ldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda odamning eng chong ortiqchiligi va shundaqla xaliflik rolini ijro qilishda mazmunda, ya'ni o'rinbosarlik rolini ijro qilishda bo'lmasa bo'lmaydigan bir narsadan xabar berdi. U bo'lsa qaysi? Ilm. Ya'ni insonning ortiqchiligi nada bo'ldi? Farishtalarning oldida ilmda. Bilishda Allah Teala Adem'e isimni ügetti, o'xshash ilmni farishtalardan so'radi, farishtalar javob bermedi. Ama inson uni bildi. Ya'ni ügüneldi. Demek Allah Subhanahu va taolo bu oyatlarda deydi ki, ey insonlar, men sizlarni mazmunga xalifa qildim, o'rinbosar qildim. Sizlar boshqadan kelib qolmadinglar, tasaddubiy yaratib qolmadinglar. Men sizlarni o'rinbosar qilib yaratdim. Sizlar mazmunda o'rinbosar bo'lishinglar uchun, haqiqiy xalifa bo'lishinglar uchun sizlarda ilm bo'lishi kerak degan ishorat qildi. Tasbih aytish, madiha aytish, namoz o'qishlam xalifa bo'lishga yetmaydi deganga ishorat qiladi. Çünkü tesbihni en köp farishtalar aytadi. Madihani en köp farishtalar aytadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Miraç kechisi osmonning üstü qavatiga chiqqan vaqtida farishtalarning ajoyib ko'p tasbih aytganligini anglagan. Subhan robbiyal a'la degan o'xshagan mana bu tasbih aytganligini anglagan. Va shundaqla tasbihning namoz degan ma'nosi bor. Farishtalar bizdan ko'p namoz o'qiydi. Demak insonning vazifasi mazmunda o'rinbosar bo'lish. O'rinbosar bo'lish uchun tasbih aytishimiz kerak, madiha aytishimiz kerak, namoz o'qishimiz kerak, zakat berishimiz kerak va shundaqla bilim o'rganishimiz kerak. Ilmdan mahrum qoldikmi? Xalifalik, o'rinbosarlik rolimizdan tushib ketamiz. Xuddi bugungi kunimizga o'xshash. Masalan, tariximizga qarab qaradigan bo'lsak, Osmanlılar devri olsun, va Abbasilar devri olsun mesela, güllenken altın devriga o'xshash. Qanday vaqtda haqiqiy xalifa bo'lgan, haqiqiy hukmron bo'lgan, qanday vaqtda haqiqiy Allohning hukmlarini, adolatini zaminga taqatgan, ana shu ilm bilan shug'ullangan vaqtida. Ana shundaq zambiraklarga, bilimga ahamiyat bergan vaqtida andan keyin haqiqiy xalifa bo'la olgan. Ilmdan ayrildimi? Xalifalik o'rnidan tushib ketdi. Allah subhanahu va taolo bu oyatda qanday vaqtda musulmonlarning Allohga ishongan kishilarningki yaratgan g'oyasiga uyg'un holda xalifa bo'la oladiganligi, qanday vaqtda bundan mahrum qolganligidan xabar berdi. Demak, biz insonlar Allah subhanahu va taoloning xalifasi, o'rinbosarlari. Buning uchun Allah subhanahu va taolo bizdan boshqa hech kimga bermagan o'rganishdan iborat bu iqtidorimizni joriy qildirishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, biz xalifa bo'la olmaymiz. Yani Allah subhanahu va taolo bizga bu yerdagi hayot dasturimizni o'rgatib qo'yadi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah subhanahu va taolo ey Adam, ularga o narsalarning ismlarini deb bergan dedi. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Adam ularning ismlarini deb bergan vaqtida qala alam aqul lakum inni a'lamu g'aybas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Men sizlarga demedimmi? Haqiqatan men osmon zaminning g'ayblarini bilaman. İnsonni yaratishda nima bo'lganligi, ularning ichidan payg'ambarlarningki, siddiqlarningki, shahidlarning chiqadiganligini men bilaman. Va a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sizlar oshkor qilgan va yushurun qilgan narsaning hammasini bilaman deb Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda farishtalarning orasida qalbi bir narsani yushurayotgan birisininki bor ekanligiga ishorat qildi. Bu bo'lsa kim? Iblis. Adem alayhissalom yaratilgandan tortib iblisninki hasti boshlangan. Va iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Biz farishtalarga usjudu li Adam, Adamga sajda qilinglar dedik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ana shunday ulug' farishtalarni Adamga sajda qilishga buyurdi. Nima uchun? Qaysi ortiqchilik uchun? Ilmdan iboratmiş ortiqchilik bo'lganlik uchun Alloh subhanahu va taolo farishtalarga Adem alayhissalomni hurmatlash uchun hurmat sajdasi qilishga buyurdi. Fasajadu, ularning hammasi darhol sajda qildi. Illa iblis. Ammo farishtalarning orasidagi iblis deydigan birisi aba wastakbara va kana minal kafirin. Sajda qilmadi. Unimidi. Bu sababli kofirlardan bo'lib ketdi. Hem iblis kim? İblis asli jinlarning qatoridan. Kana minal jin. O jinning turidan. O nadi taqvo ibodat qo'y bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo uning martabasini ko'tarib farishtalarning qatoriga qo'shgan. Lekin uning qalbidagi kibri sababli, qalbi pokiz bo'lmaganligi sababli mana bu sinoqdan o'tamagan. O Adem alayhissalomning tuproqdan yaratilganligini ko'rib, men o'tdan yaratilgan tursa, bu o't degan ustiga o'rlaydi, tuproq degan tuvan bir narsa, qandoq o'tdan yaratilgan bir narsa yoki jonliq bu tuproqdan yaratilgan jonliqqa sajda qiladi deb o'zini undan yaxshi deb qarab qolgan, sajda qilmagan. Agar Alloh subhanahu va taolo iblisga "Men sajda qil" degan bo'lsa, iblis sajda qiladi. Chunki Allohdan qo'rqadi. Lekin u o'zining tafakkuri bilan, buzuq logikasi bilan Adem alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortdi. Ya'ni aqlimdan o'tmadi deb Allohning buyrug'iga xilop geldi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğu aqlimga xilop geldi deyişin özümü bir çoğunçılık o. Sen kimdin o? Allah'ın buyruğu aqlimdan o'tmadi deguchak sen kim? Bu şeytanın pozisiyasiga o'xshab ketadigan bir kibrdan bexilib chiqqan bir pozitsiya bu. Va kana minal kafirin. O kafirlardan bo'lib ketdi.
Qarab baxadigan bo'lsak, iblis Allohni inkor qilmadi, farishtalarni inkor qilmadi, faqat Allohning buyrug'ini ijro qilmadi. Nima sababdan? Cho'ngchilik sababdan. Demak, bir odamning cho'ngchilik sababdan va aqlimdan o'tmadi degan o'zim bir cho'ngchilik ya. Shu sababdan Allohning buyrug'ini ijro qilmaydi ekan, u odam dindan chiqib ketadi, kofirlardan bo'lib ketadi. Garchi Allohni inkor qilmasin. Chunki musulmon degan gap taslim bo'lguchi degan gap. Aqlingizdan o'tsin, o'tmasin, unga taslim bo'lishingiz kerak. Biz kim to'q bir yaratuvchining so'zlarini aqlimizdan o'tkazgudek biz shundoq bir ojiz insonki, bir soat burun qilgan ishimizga bir soatdan keyin pushmon qilamiz biz. Bir yil ilgari qilgan ishimizga mayil pushmon qilamiz biz. Mana shunday aqli qisqa bir inson biz. Bu shunday turib osmon zaminning g'aybini biladigan Alloh subhanahu va taolaning buyruqlarini aqlimizdan o'tkazadigan kim biz? Bu yerda o'zimizni bir tekshirishimiz kerak. Bu vaqa faqat osmondan bo'lib o'tgan. Biz undan dars olmaydigan bir vaqa emas. Bu kibr masalasi qaranglar. Biz ibodat qilib, va biz qancha ulug' kishilarning orasida turaylik, bir mujohidning ostida turaylik. Qalbimizning kibr tozlanmaydi ekan, biz ma'lum bir kunlar kelgan vaqtida, ma'lum bir sinoqlar kelgan vaqtida bu sinoqni o'tolmaymiz. Iblis kimning orasida eng ulug' bo'lgan farishtalarning safida edi, lekin mana bu shunday sinoq kelgan vaqtda o'tolmadi. Sababi qalbidagi kibr sababli. Demak, qalbimizda kibr bo'ladi ekan, biz qanchalik cho'ng odamlarning ichiga, qanchalik ulug' odamlar orasiga kirib olaylik, mana bu shunday vaqt kelganda sinoqdan o'tolmaymiz. Shunga har vaqt qalbimizni tekshirib turishimiz kerakki, kibrning shunda puruqini sezib qolsak, darhol tavba qilishimiz kerak. O'zimizning nafsini tarbiyalashimiz kerak. Masalan, biz namrat bir kishini ko'rgan vaqtimizda va ilmiy jihat o'zimizning to'rroq bir kishini ko'rgan vaqtimizda yoki jamiyatga tabiiy jihatda, jamiyat shakllantirgan tabiiy jihatda, tuan tabiiyatdan bir kishini ko'rgan vaqtda, uni ko'zimizda shunda tuan ko'rib qoldikmi? Yoki o'zimizni undan shunda yaxshi ko'rib qoldikmi? Ya'ni biz undan yaxshi deb o'ylab qoldikmi? Shu vaqtda shaytonning men undan yaxshi degan sadosi qalbimizda yangragan bo'ladi. Buni qattiq diqqat qilishimiz kerak. Har qanday bir kishini ko'rgan vaqtimizda o'zimiz bilan hamdan va o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Mana bu kamtarlik. Hargizmi birovni qilgan amalimiz sababli, va o'rnimiz sababli, va kelgan kiyimimiz sababli, va erishgan imkonlarimiz sababli, boyliqlarimiz sababli tuan ko'rib qolgan hamon bizda kibr bor. Bizda cho'ngchilik bor. Bizda ana xayrun minhu. Men undan yaxshi degan mana shu shaytonning sadosi bor degan bo'ladi. Bu insonni oxirida dindan chiqarib tashlaydigan oqibat kelib boradi. Va qulna ya adam uskun anta va zawjukal janna. Alloh taolo Odam otimizga farishtalarni sajda qildirib bo'lgandan keyin ya adam uskun anta va zawjukal janna. Ey Odam, sen va jufting jannatga yerlashgan dedi. Qarab qaradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, undan keyin uning jufti bo'lgan Havo onamizni yaratgan. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo Odam otamizni jannatga yolg'iz yerlashtirmadi? Chunki Alloh subhanahu va taolo Odamni shundoq bir tabiatda yaratdiki, asla yolg'iz yashamaydi. Asla juftsiz, hamrohsiz, ayol ersiz, er ayolsiz yashamaydi. Jannatda bo'lsa-mu, chuqum uning jufti bo'lgan vaqtida undan keyin uning qalbi orom topadi. Shunga ba'zi bir asarlarda keladi, Odam otamizni dastlabida yaratgan vaqtida jannatda istawhasha, yolg'izlik his qilgan deydi. Ya'ni bir juftini izlagan deydi. Undan Allah subhanahu wa taala onun qo'g'isidan Havo onamizni yaratgan deydi. Demak, Allah subhanahu wa taala Odam otamizni jannatga mana shunday juft bilan yerlashtirgan. Va shundaqla Allah subhanahu wa taala bu oyatda shundaq bir lafz ishlatganki, uskun degan. Jannatda sakinat bilan yerlashgan degan. Bu uskun degan gap arab tilida sakinatdan chiqqan gap. Ya'ni sen ayoling bilan orom topsa, sakinatga erishsa degan ishorat qilib Allah subhanahu wa taala uskun anta va zawjukal janna. Sen ve jufting jannatga yerlashkin. Ya'ni sakinat topgan holda, orom topgan holda yerlashkin. Va kula minha ragadan haythu shi'tuma. U jannatdan xoligancha keng tasha yanglama ikkinglar. Va la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin. Mushu bir daraxtga yaqinlashmanglar. Fatakuna min az-zalimin. Yiqilishib qolsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar. Qarab qaradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Odam otimiz va jufti bo'lgan Havo onamizni jannatga yerlashtirib, erkin qo'yibdi. Keng tasha yanglar dedi. Nurg'un ne'matlarni, ya'ni cheksiz bo'lgan ne'matlarning hammasini ichibdi, faqat bir tal daraxtni chekladi. Va shundaqla uni cheklashda yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni yemanglar demasdan yaqinlashmanglar dedi. Nima uchun? Inson Alloh subhanahu va taolo cheklagan narsaga yaqinlashgan vaqtida uni qilmagan taqdirdimi, keyin uni qilib soladi. Yeb soladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu daraxtga yaqinlashib qolmanglar dedi. Shunga gunohga yiqilishqin bo'lmaydi. Qilish emas, yiqilishqa vaqtimizda biz qilishning birinchi qadamini olgan bo'lamiz. Fatakuna minaz zalimin. Zolimlar bo'lib qolasizlar dedi. Gunoh qilgan odam kimga zulm qilgan bo'ladi? O'ziga zulm qilgan bo'ladi. O'ziga dozoq azobini akiladi ya, u gunoh qilish orqali. Bu sababdan o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Shunga 11 zalim bo'ladi. Fa azallahuma-shaytanu anha. Shayton u ikkisini Odam otamiz bilan Havo onamizni u daraxt orqali yildiribdi deydi. Shayton o'zi bilmaymi deydi. Shayton qana qildi? Yildiribdi, ozdiribdi. Fa akhrajahuma mimma kana fi. U Odam otamiz bilan Havo onamizni jannatdan chiqaribdi. Vasvasa qilish orqali, qiziqtirish orqali chiqaribdi. Alloh subhanahu va taolo jannatda bu xil ko'rinishni tasvirlash orqali bizga bir narsa uyutyotdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo jannatda nurg'un narsalarni halol qilib, faqat bir tal daraxtni chekildi. Ammo Odam otamiz va Havo onamizga shayton shu bir tal daraxtni qanday qildi? Vasvasa qildi, qiziqtirdi, oxirida undan yegizdi. Mohiyatu dunyomi dal shunga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo nurg'un narsalarni halol qildi. Faqat ozg'in narsalarni bizdan chekladi. Ammo shayton bizni halol narsa qiziqtirmaydi.
harom narsaga qiziqtirdi. Shunga buni alohida diqqat qilishimiz kerak. Bo'lmasa shayton xuddi Odam otamiz bilan Havo onamizni ozdirgandek, teyildirgandek bizni teyildirib o'tadi. Va qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Jannatdan chiqarib o'tgandan keyin biz Odam va shaytonga sizlar bir-biringizga dushman bo'lgan holda tushinglar. Yani zaminga tushinglar dedik. Va lakum fil ardi mustaqarr va mata'un ila hin. Sizlar zaminda vaqtliq yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselam xatalashqandan keyin Adem atamızga jannatdan chiqib zaminga tushish buyrug'ini berdi. Ammo Adem atamiz xatalashqandan keyin qanday pozitsiyada bo'ldi? Nihoyat ko'ngli yerim bo'ldi. O'zining xatalashqanligini his qilib pushaymon qildi, lekin qanday qilishni bilmadi. Nim deb Allohga duo qilishni bilmadi. Bizning kuyimchar Rabbimiz banda xatalashqandan keyin tövbe qiladigan duoni o'gitib qo'ydi. Kechirim so'raydigan, afu qiladigan duoni Adem atamizga o'gitib qo'ydi. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin degan bu duoni Adem atamizga ilhom qildi. Adem atamiz o'zi va ayoli Alloh subhanahu va taologa bu duoni, ya'ni Robbana zalamna anfusana. Ey Robbimiz, biz o'zimizga zulm qildik. Sen cheklagan ishni qilish orqali o'zimizga zulm qildik. Bizni afu qilgin. Agar bizni afu qilmasang, biz ziyon tatquchilardan bo'lib qolamiz deb Allohga bu duoni qildi. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adem aleyhisselam Rabbidan kechirim so'rash uchun gunohiga tövbe qildigan duoni ilhom qilib topshirib oldi. Fataba alayhi. Alloh subhanahu va taolo uning tövbesini qabul qildi. Ya'ni Adem aleyhisselam ilhom bilan u duoni o'rgangandan keyin Allohga duo qildi. Alloh subhanahu va taolo uning duosini ijobat qildi. Innahu huvat-tawwabur rahim. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bo'lsa, ko'p tövbeni qabul qiluvchi. Qarang, Alloh subhanahu va taolo tawwab degan sifatni keltirdi. Tawwab deganimiz ko'p xatolikni qabul qiluvchi degan gap. Ko'p tövbeni afu qiluvchi degan gap. Ya'ni inson ko'p xatolashadi. Allah subhanahu wa ta'ala ana shunday ko'p xatolashib, ko'p tövbe qilsa-mu, uni qabul qiladi. Takror xatolashsa-mu, tövbe qilsa, Allah subhanahu wa ta'ala uni afv qiladi. Ar-Rahim va Allah subhanahu wa ta'ala bandalarga nihoyat mehribondir. Allah subhanahu wa ta'alaning maqsadi hargizmi bizni jahannamga sulash emas. Uni mag'aladan boshqalarning hammasi jannatga kirdi deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allah subhanahu wa ta'ala tövbega azroqlam qadam oladi ekan, ana shundaq tövbe qilish uchun o'qiydigan duonimi o'gitib qo'ydi Allah subhanahu wa ta'ala. Uning qalbiga ilhom qilish orqali Adem alayhisalomninki bu duoni o'gitib qo'ydi. Qul nahbitu minha jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala ikkinchi qatim. Birinchi qatim xatolashga vaqtidilam zaminga tushinglar degan shunday. Hamda Allah subhanahu wa ta'ala uning tövbesini qabul qilgandan keyin hamda sizlar birlikda zaminga tushinglar. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatuvchi keladi, ya'ni payg'ambar keladi. Fa man tabi'a hudaya fala khawfun alayhim va lahum yahzanun. Kimki mening oshiq kelgan hidoyatimga ergashadi ekan, u kishi qo'rqinish bo'lmaydi. Yani kelgusidan andish qilish bo'lmaydi. Chunki u kishi rizqning Alloh taolaning qulda ekanligiga ishonadi. Valahum yahzanun va o'tgan ishlariga, kechmishlariga qayg'urmaydi. G'am andishiga tushmaydi. Chunki u kishi har ishniki Allohning taqdiri bilan, qazosi bilan bog'liqiga ishonadi. Demak, haqiqiy shaklda Allohning hidoyatiga ishongan kishi kelgusidan qo'rqmaydi va shundaqla o'tgan kunlariga, kechmishlariga qayg'urib, ruhiy kasalga patmaydi. Vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina hidoyatimni inkor qilgan, oyatimga ishonmagan, uni yolg'onga chiqargan kishilar bo'lsa, ulaika ashabun nar. Ular bo'lsa do'zax ahlidir. Ular do'zaxga kiradi, hum fiha xolidun. Ular do'zaxda mangu qolib qoladi deydi. Demak, hidoyatga ergashdimi, u odam ruhiy jihatda sog'lom yashaydi. Kelgusidan andish qilmaydi, kechmishiga qayg'urmaydi. Inkor qildimi, uning boradigan joyi do'zaxda bo'ladi. Mohiyati bo'lsa, andish ichida yashaydi. Cho'ng olsam qanday qilaman? Bolalarimni qanday o'ylayman? Qanday o'yli quchoqlik qilaman? Bolalarim qanday qila? deydi. Ama musulmoncha men tirishima, sabab qilma, lekin rizq Allohning qo'lida degan ma'qul pozitsiya bilan ma hayoti dunyodami, oxiratdami qazanadi deydi. Qarab qarag'an bo'lsak, bu oyatda Alloh subhanahu va taolo insonning kimligidan xabar berdi, vazifasidan xabar berdi, salohiyatidan xabar berdi. Insonning tasaddubiy yaratilgan maxluq emas, bir vazifa bilan salohiyati bor, bir maxluq ekanligidan xabar berdi. Va shundaqla bu salohiyatning, ya'ni xalifalikdan iborat bu salohiyatningki qanday qilgan vaqtida haqiqiy haqqini belgilab bo'lganligi. Qanday qilgan vaqtda mazmunda haqiqiy o'rinbosar xalifa bo'g'ilib bo'lganligidan iborat bu haqiqatni bizga ko'rsatdi. U bo'lsa nima ekan? Ilm ekan. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida kibrdan iborat bu kasallikni biz qanchalik ulug' yerda turib olayli, farishtalarning orasiga kirib olsakmi, hamon bir kuni sinoq oldida u kibr bizni eng past o'ringa tushirayotganligidan iborat bu darsga ishorat qildigan mazmunlarni Alloh subhanahu va taolo bizga xabar berdi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo shu xatolish haqida bizga ikki tal o'rnak berdi. Birisi iblisning, yana birisi Odam alayhisalomniki. Iblis xatolashdi, ammo cho'ngchilik qildi. Tövbe qilmadi. Alloh subhanahu va taolo uni rahmatidan qo'yildi. Odam alayhisalom xatolashdi, buyruqiga osiylik qilib soldi, ammo tövbe qildi. Demak, xatolashish muhim emas, undan chiqolmaslik muhim. Xatolish ig'ir oqibat emas, xatolashdan qutlanmaslik ig'ir oqibat. Hatto ba'zi Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni yuqori bir o'ringa ko'tarmoqchi bo'lsa, azroq xatolashtirib qo'ydi. Bir odam qalbi pokiz bo'lgan, kibr bo'lmagan bir odam xatolashgan vaqtida darhol tövbe qilib, ilgirgidan yaxshiroq odam bo'lib ketadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ba'zi vaqtda ba'zi insonlarni xatolashtirib qo'ydi, texmi o'ziga qaytirish uchun. Shunga ba'zi olimlarimiz deydi-ku, gunoh qilib, ondan keyin tövbe qilib, kamtalashgan qalb gunoh qilmay cho'ngchi bo'lib ketgan qalbdan yaxshi deydi.
Endi bir odam gunoh qilmaydi, ammo o'zining gunoh qilmaganligidan faqr qiladi. Buningdan bir odam gunoh qiladi, ammo gunoh qilib, nihoyat pushaymon qiladi. Allohga yolvoradi. Bu odam Allohga suyumli. Va shundaqla odam atamizning ma dunyodagi hayoti qachondan tortib boshlandi? Xatolashgandan keyin boshlandi. Demak, ba'zi bir hayotlar borki, u xatolashgandan keyin boshlanadi. Shuning uchun bir gunoh qilgan bo'lsangiz, bir xatolikka tushib qolgan bo'lsangiz, asla umidsizlanmang. Balkim sizning hayotingizda shu xatolikdan keyin tövbe qilib, undan qutulgandan keyin boshlashi mumkin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qalbida kibr bo'lmagan, o'zining hidoyatiga ergashgan, bu sababli kelgusidan andisha qilmaydigan, kechmishiga qayg'urmaydigan haqiqiy müminlerden, dünya ve ahiretki baxtli insanlardan qilsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.